Bay. Bu montini qaranglar, montini chiroyliligini. Cho'gilganini qaranglar, kichkina bo'lib. Endi hozir bir narsa aytsam rosa kulasizlar. Videodan rosa apetitli turibdi. Rosa yeyishli turibdi, shu ichi pishmay qolibdi desanglar. Shashilib pishirib sopmiz, bitta olib ham yeb ko'rmabmiz. Iftorga qiluvdik ovsinim bilan. Shatta olib solib dasturxonga qo'yapmiz. Yesak ichi yaxshi pishmabdi-yu. Uni yana qaytib solib pishirgan erikib, ashuni yeb qo'yadi. Keyin montini yeb bo'lib keyin manaqa tort bor. Mana shu tortni yeganlar bormi, bilganlar bormi? Rosa yaxshi ko'raman shu tortni. Bizda o'ris torti deb qo'yishadi. Sizlarda nima deydi bilmayman. Mana shunaqa tort. Tortga krem bilan ko'rishlar. Yomon shirin tort rosa yaxshi ko'raman. Bilganlar, yeb ko'rganlar kommentariyaga yozinglar. Hech qanaqa oshiqcha narsasi yo'q. Zo'r. Nimada bizda Qirg'izistonda bozorda sotadi, shu yerdan zakaz qilib olib chiqdir deb. Shunaqa qilib shuni yeganlar, bilganlar bormi kommentariyaga yozib bir maqtab olinglar mazasini. Oddiygina tort. Ichlari mana shunaqa. Like bosib, kommentariy, podpiska esdan chiqmasin. Kuzatib boringlar.